Inson hayotida 3 xil sevgi bo'ladi. Birinchi sevgi u odatda yoshlikda keladi. Siz uni abadiy deb o'ylaysiz. Beg'ubor sevasiz, qoidalarsiz, jarohatlarsiz. Keyinroq esa bu haqiqiy sevgi emas ekan deb o'ylab qolasiz. Ammo o'sha paytda u siz uchun eng chini bo'ladi. Ikkinchi sevgi bu sevgi sizni sindiradi. U orqali og'riqni, xiyonatni, umidsizlikni va o'z qadringizni anglaysiz. Sevgi qanday bo'lish kerakligini ham, qanday bo'lmaslik kerakligini ham aynan shunda tushunasiz. Bu sevgi sizni o'zgartiradi. Uchinchi sevgi esa u kutilmaganda paydo bo'ladi. Jim keladi va birdan o'zingizni uyingizda his qilgandek bo'lasiz. Uni quvmaysiz. U o'zi sizni topadi. Ishingizdagi devorlar qulaydi. Rostgo'ylik osonlashadi va oxir-oqibat nega oldingi sevgilar davom etmaganini aynan mana shunda tushunasiz. Endi esa sizga savol. Siz hozir qaysi bosqichdasiz?